Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysi caylarındaki başlarım. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki güzel salamı boğan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyen salam bilen birlikte Tedbiriye isim derslerininki 10.sini sizler bilen birlikte paylaşımın kaderli kırındaşlar. Tünügen biraz başlagan 10 minut vakt ötkendiğin keyin bu dersninki devamını kılanmay kaldık çünkü internette biraz mesele küründü değil. Bugün şu dersninki devamını yani şu dersi yeniden başlayımız. Kolamdaki bu kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar birinci kısım erkin sıdık yazmaları muvaffakiyetninki nimesi muvaffakiyetinin yeni tanımlaması diyen bunu kitaptın çüşküllüşüştün kutuluşunki yollarga alakadar bir güzel bir makalı bakem aşı makalını sizler bilen birlikte ortaklaşıp ütümen kaderli kırındaşlar. Nimi depti desenler endişe, çüşküllük ve umutsuzluktan tez eslige kaytış iktidarı. Men hem de bu salamını birip boğan dinkin silagi kitapnınki kitapның mukavısını, kitapnınki mavzusunu silik okumak soğan mavzunu silagi köstüp men ekranның akısığı ütep gitimen kaderli kırındaşlar. Bugün yenilik bah köygensizler ma yerde bir mikrofondan beni setip aldık. Bugün kilipto tapşırıp aldık kaderli kırındaşlar. İnşallah bunun dinkin derslerimizden süpiti tekimi yaxşı boğusu diyen ümittimen. Anda olsa çüşküllükten kutuluşununki yolları nimiken Erkin Sıdık akımızdaki makalesini birlikte okup ügünüp ütümüz kaderli kırındaşlar. Yani biraz evet yaxşı oldu. Yani çüşküllükten kutuluşununki endişe, çüşküllük ve umutsuzluktan tiz eslige kaytış iktidarı diyen makale iken bu makale 2008 yılı 13. ayının 5. günü vatanimizdeki torbetlerde ilan kılıngan Erkin Kömniki üzünümü marifet.com diyen torbetidimi bağ kaderli kırındaşlar. Anda olsa dersimizni devam kılaylı kaderli kırındaşlar. Kitapның 54. betide bu makale endişe, çüşküllük ve umutsuzluktan tez eslige kaytış iktidarı. 2008 yılı 2. ayınınki 15. günü. 1988 yılı Mingçebi Mongol efendi yani Mongol Mingçebi efendi bilen Nonulu hanım Uygur cemiyetinin aynı vaktiki ahvalı üstüde çonkur tekşürüş ve tetkikat elip verip şu asasta özlerinin oylanış içinde ilgililer diyen mavzudaki edebi akbaratını yazıp çıktı. Onlar bu makalesinde Uygurlarının aynı vaktiki ruhi haleti üstüde kıydaş ruhi diyen Uygur psikisi üstüde olsa üylenmeliş psikisi diyen yekününü çıkargan idi. Bu makalenin ilan kılınığına mana hazır 20 yıl oldu. Uygurlarının hazırki ruhi haleti bilen psikisi kandak. Ulanı nime dep ataşkı buludu. Ben yakınki yıllarda bu vakti yazılgan makalede bir yerini uçuratmadım. Özüm bu vakti yeterlilik tekşürüş ve tetkikat elip verip ma'lum kıymetki igi bir nersi yazıp çıkışka acizlik kılımın. Şundak bolsunmu
men bir Uyg'ur ijtimoiy fan mutaxassisi salohiyati bilan emas, faqat chet elda yashayotgan bir optika injeneri bo'lish salohiyatim bilan yaqinqi bir qancha yil mobaynida Uyg'ur jamiyatining ahvolini kuzatish orqali mundaq bir xulosaga keldim. Bütün millat miqyosida Uyg'urlarning hozirgi ruhiy holatini ensirash ruhi deb atash mumkin. Uyg'ur yoshlari qatlamidagi zo'r bir qism kishilarning ruhiy holatini bo'lsa, tushkunlashish ruhi deb atash mumkin. Bu yerdagi ensirash ruhi Uyg'ur millatining urf odati, madaniyati, tili, dini, axloqi, ruhi va jismoniy salomatlik qatorliqlar hozir duch kelayotgan zo'r darajadagi tahdiddir. Hamda Uyg'urning yashash bo'shliqi ve milliy kimligi hozir duch kelayotgan xavfdan kelib chiqqan. Bir qism Uyg'ur yoshlaridagi tushkunlashish ro'yi bo'lsa, xizmat fursati bilan o'z iqtidorini muvofiq joriy qildirish fursatining yo'qligi hamda o'zining insoniy g'ururi va kishilik vijdoni bilan yashash imkoniyatining yo'qligidan kelib chiqqan. Birinchi ansirash ruhi. Millatning hozirgi ansirash ruhi holatini tafsiliy tahlil va bayon qilish kam deganda bir maxsus yozilgan uzun maqolani talab qiladigan bo'lib, bu masala mening ushbu yozmamda to'xtalmoqchi bo'lgan asosiy mazmun emas. Shunga men bu yerda bu masala ustida qisqacha to'xtalib o'taman. Yaqindan buyon Uyg'ur to'rbetlarida e'lon qilingan ba'zi yozmalar ve bana kelgen ilxatlarda bazılar men burun kim idim, kelgüsüde kim bolumen, Uyg'urlarning milliy kimligini saqlab qilish uchun men nima ishlarni qilishim kerak degandek savollarni so'rayotdi. Menimcha Uyg'urning milliy kimligiga vakillik qiladigan eng muhim narsaning hozirgidek tahdidga uchrashida bu yerda tilga olg'ili bo'lgan en asaslı sebeplerinin içinde mundaq 3 türlük sebep var. Onun birincisi devletinin siyasi tüzümündeki acizlik. İkincisi Uygurlar içindeki siyaset tüzüşke yaki onu icra kılışkı mesul boğan her derecelik emeldarlarının kanun köz karışının aciz buluşu. Üçüncüsü bütün Uygur milletinin tekçe etnologilik millet yoki onundan mı tüven bir basqıç turu atqanlıq. Abdüşkür Muhammed Emin Efendi'nin 3 xil millet ve milliyetdeki 3 xil qimmat degan maqolasini qarang. Bu maqola Erkinsidek akamizningki www.marifet.com/academy/abdushuku.htm degan adresda borken, tuvanda yuqorqi 3 masala ustida qisqacha to'xtalib o'tay. Birinchi, Amerika, Yaponiya ve Yevropadagi taraqqiy topgan davlatlarning hammasida her derecelik hükümet emeldorlarining hammasi o'zi boshqarmoqchi bo'lgan xalqning saylimi orqali o'z xizmat vazifasiga tayinlandi. Şuna birer yeni xizmat o'rniga erishgan xizmat o'rnini saqlab qilish yoki burun erishgan xizmat o'rnini o'stirish uchun ular shu xizmatning ahdisidan chiqarlig'idek sifatga ega bo'lishi hamda shu asosda o'zini saylaydigan xalqning himoyasiga erishilishi kerak. Agar ular xalqning himoyasiga erisholmasa, keyingi saylamdagi raqobatda qutub chiqolmaydi. Ko'zlagan xizmat o'rniga erishilmaydi. Shuningdek, ular keyingi saylamda qutub chiqish uchun xalqning sadosiga quloq soladi. Xalqning talabini va ehtiyojini qondiradi. Hamma ishda xalqni chiqish nuqtasi qiladi. Bu davlatlardagi siyosat amaliyotda saylam siyosati, İngilizce election politics bo'lib, davlatning nurg'un siyosiy faoliyatları saylam ehtiyojini chiqish nuqtasi qilgan bo'ladi. Junguda, jumladan Uyg'ur diyorida bo'lsa, ko'pincha ahvolda kishilar yuqori darajalik amaldorlar tarafidan yangi xizmatga tayinlanadi yoki yangi
burunqidan bir daraja yuqori xizmat o'rniga o'stirildi. Bundaq ahvol ostida burunqi xizmatining yaxshiroq xizmat o'rniga erishmoqchi bo'lgan kishilarning qo'l ostidagi xalqqa mas'ul bo'lishining, ularning ehtiyojini va ularning talabini chiqish nuqtasi qilishning hech bir hojati qolmaydi. Faqat o'zidan bir yoki bir qancha daraja yuqori amal ahllariga mas'ul bo'ladi. Shularga yaxshi ko'rinsila kifoya. Mana bu hozir Uyg'ur amaldorlari qo'shinida og'ir darajada mavjud bo'lib turgan, o'zida yuqoridagilarga butun vujudi bilan xushomadchilik va tahsikashlik qilib, xalqning sadosiga, dard faryodiga, endishisiga va ehtiyojiga asosan quloq solmaslik ahvolining kelib chiqishidagi asosliq sababdir. Uyg'ur xalqi hozir giribdor bo'lgan ensirash ro'yi holatidan bu amaldorlarning ancha xabar yo'q. Xayr bo'lgandimi, bu ahvol bilan ancha kar yo'q. Siyosiy tuzum keltirib chiqargan masalalarni shu tuzumni yaxshilash orqali hal qilish mumkin. Bu yerda bu masala to'g'risida buningdan ortiq gap qilish ancha muvofiq emas. Ikkinchi, nurg'un davlatlarning asosiy qonuni shu davlatdagi ozsonliq millatlarning etnik, madaniyat, til va diniy jihatdagi milliy kimligini qo'g'daydi. Bir millat o'zini saqlab qolmoqchi bo'ladi ekan, chuqum oldi bilan qonun orqali o'zini qo'g'dashni o'rganishi, qonun orqali o'zini qo'g'dashni bilish kerak. Jungoda her darajada xalq qurultoyi e'lon qilib kuchga ega bo'lgan qonun belgilamalari xili ko'p. Ularning ichida ozsonliq millatlarga munosabatliklaridan Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining asosiy qonuni va Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining milliy territoriyalik avtonomiya qonuni qatorliqlar bor. Uningdan boshqa yana nurg'un hukumat belgilamalari bor. Ularning ichida Uyg'urlarning hozirgi milliy manfaatlarini qo'g'dashga munosabatlik va foydali narsalarmi oz emas. Lekin hozir davlatning qonun bilan idora qilinishi degandek mukammal emas. Ma'lum bir siyosiy maqsadga yetish uchun qonunni xohlagancha bir tarafga qayirib qo'ysimi, xohlagancha oyoq osti qilsimi, bo'laveradigan bir xil siyosat yo'lga qo'yilyapti. Shu sababdan Uyg'ur amaldorlarining ichida qonuni ching turganlar, qonun bo'yicha ish ko'rmoqchi bo'lganlar hech qanday himoyaga erisholmayotdi. Yolg'iz qoldirilyapti, hatto amaldan elib tashlanyapti. Buning aksicha, amal uchun o'z vijdoniy va insoniy g'ururidan butunlay voz kechgan, yaxshichaqlik, xushomadchilik va taqsikashlikni obdan qamlashtiradigan ba'zi kishilar yangidan amalga o'ltiryapti yoki xizmatda o'stirilyapti. Shuning bilan hozir Uyg'urlardagi amaldorlarning ichida xalqning sadosiga qilchi quloq solmaydigan, ularning andishisiga ozroqmi ko'ngil bilmaydigan, o'zining barligini qandoq qilsam yana bir baltaq usalayman deganga otib etgan. Shapkisini akel desa beshini kesib keladigan, qonun tizim bilan ilmiy usulda ish qilishning o'rniga xushomadchilik bilan, taqsikashlik bilan nodonlikni dastatgan ichinishlik ahvol shakllangili turibdi. Doktor Abdurrahim Pulat Taklimakani yozgan Muhakimatul Lug'atayn'dan Ma'ariful Lug'atayngacha degan maqola, bu bilik to'g'rida bo'lgan, ma'rifat to'g'rida bo'lgan. Ve bu maqola duch kelgan ichinishlik taqdir buning tipik bir misolidir. Men bu maqolani dastlabda o'qiganda intayin hayajonlanib ketdim. O Uyg'ur diyorida qanday rol o'ynaganligini bilishga taqozo bo'lib ketdim. Lekin bu maqola e'lon qilingandan keyin yuz bergan bir qism ahvollarni bilgandan keyin Uyg'urlarning hozirgi hol ahvolining naqadar nacharligiga intayin hayron qoldim. Qattiq ichindim. Hakikaten mu Uyg'urlar hozir intayin qiyin ahvolda ekan. Lekin onu bilib turib hech ish qilmasa, xuddi o'lmay turib tayyor go'rga tushib olgandek bir ish bo'ladi. Bola yig'lamasa ana emchak sanmaydi. Shunga Uyg'urlarning hozirgi xatarlik yo'ldan qutqizish uchun oldi bilan chuqum ko'p sondagi amaldorlar shartsiz holda
huşametçilik bilen bent bulup, intayin az sandaki emeldağlarla kanuna ehmiyet bırdıgan, kanun bilen iş görmekçi boğalla yalğız kaldırıldıgan yüzlünüşünü 180 gradus burap, kanun bu iş görmekçi boğalla ve iş görgelle himayi kılındıgan ve mukapatlandıgan, kanuna xilaplık kılgalla təxsikeşlik yolu bilen yuqurıqı yamaşmakçı boğalla eyiplandıgan ve zerbi verildiğin bir xil haletini şekillendiriş gerek. Hazır del bu talepninki karşısı bulatıdı kaderli qeyrindaşlar. Bu 2008 yazılgan makal iken şuna tarihi şaraitnama közge ağan halda tinşap çıkışınlarını ümit kılmen kaderli qeyrindaşlar. Üçüncü, yapılıq Germanilik ve Yahudilarning hazır ne kadar taraqqiy qilib ketganligi hammamizga ayon. Men öz ko'nglimda Uyg'urlarni mushu 3 millat bilan davomli selishtirman. Bizning ular bilan bo'lgan farqimizni to'g'ri va to'liq tushunishga davomli tirishman. Mening tushunishimcha, bir qancha asrdan burun madaniy gullanish va madaniy taraqqiyot jihatda Uyg'urlar ulardan ancha qilishmaydi. Yapınğı o'qishga borgan Uyg'ur o'quvchilarning ko'pinchisi aql jihatdan o'zlarining yapınlıqlarning qilishmaydiganligini his qilib ve ispatlab kelyapti. Başka taraqqiy topgan davlatlarda o'qiyotgan ve yashayotgan Uyg'urlar ve ularning farzandlari aql jihatdan o'zlarining boshqalardan keyin turmaydiganligini, hatto boshqa xili ko'p millatlarni besib tushdiganligini ko'ryapti. Lekin mening his qilishimcha, xuddi Abdushukur Muhammad Emin Efendi o'ttirib qo'ygandek, yashash raqobat kuchi, turkum eni millatning qattiq hamdamligi yoki bir-birini yulash va o'zaro hamkorlash jihatidagi millat eni o'z zaminidagi va chet eldagi har bir qadami, har bir so'zi, har bir harakatiga milliy nomus iftixorini o'lcham qilish jihatda hazır Uyg'urlar yuqorqi 3 millatdan jiq aciz ve jiq orqada. Yuqorqi millatlar bir yoki bir qancha asr vaqtni ma'arif orqali millatning safosini o'stirishga sarf qilib, shu orqali hozirgidek bir siyosiy millat darajasiga ko'tariladi. Uyg'urlarcha men to'rdoshlarni Salom Dunyo degan ismli qarindishimiz yozgan Haqiqiy qudrat tepish degan nima degan maqolani bir qatim o'qib beqishga chaqiraman. Onun birlikdagi torbet adresi onu yazıp qo'yapti qadrli qarindoshlar. Men bu yozmadagi ilg'or millatlar bilan Uyg'urlarning o'ttirisidagi hozirgidek farqning kelib chiqish sabablari hamda navbatdagi Uyg'ur masalalarini qandoq tushunish kerakligi to'g'risidagi bayonlarni xilali yoqtirdim. Uyg'urlarning ma'rifi ve safosinin qandoq bo'lishiga boshqalar haqiqiy turda ko'ngil bo'lmaydi. Safasi tuvan birisi boshqalarning safosini yuqori ko'tarishga yordam qilaman desimi bu ish onun qo'lidan kelmaydi. Shunga bu ishda Uyg'urlar faqat yuziga tayinish kerak. Bir millatning safosini yuqori ko'tarish uchun bir qancha avlodlarning qattiq tirishchanlik ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Uyg'urlar bu jihatda bir qancha asr vaqtni isrof qilib bo'ldi. Bundaq isrofchilik buningdan keyin yana davomlashaversa bo'lmaydi. Yuqorqilar hozir Uyg'urlarni o'zlari duch kelayotgan xatarlik yuzlanishni to'sishga amalsiz qoldirayotgan, shuning bilan Uyg'urlarda ansirash ruhini keltirib chiqarayotgan asosli sabablarning faqatla bir qismi. İkinci, tushkunlik ruhi. Hammalarning xabarida bo'lganidek, hozir Uyg'ur yoshlari duch kelayotgan birinchi darajalik eg'ir masala xizmat fursatining bo'lmasligi, o'rta va oliy maktabda o'qiyotgan hamda jamiyatda xizmat kutib yashayotgan yoshlar ish fursatining kamligi va xizmat tepishning tasdiq tufaylidan ruhiy jihatda intayin tushkun o'tyapti. Öz iradəsinin ayrılıp qalğan, tirishdan voz kechganlarmi bor. Bu yoshlarning ota-onalari bo'lsa,
balasının hizmetinin gemi bilen intayin eğer ruhi besim içinde yaşavatıdı. Men anlasam dert ve azap işide toğuluduğun baladın saklanış üçün özüge birilgen 2 yoki 3 farzand körüsü buluduğun normanımı toldurmay ötüp ketadiganlarning sanımı bargansır köpeygili turuptu. Men undaqlarning ahvalini tushuniman. Ularga cho'nqur hislashlik qilaman. Agar hamma Uyg'urlar sizda qilg'ili tursa, millatning kelgusi taqdiri nima bo'lib ketadi? Yuqorqilar Uyg'urlar hozir duch kelayotgan og'ir masalalarning bir qismidir. 3-chi, o'g'ilsizlikqa bosh egmay tiz asliga qaytish iqtidori. Qadirli qarindoshlarım, tadbiriyay sindarislarning 10-chisida Erkin Sidiq akamizningki bunu kitibini ko'rdinglar. Yani Erkin Sidiq yazmaları kişilik taraqqiyot haqidagi yazmalar 1-qismda, yani muvaffaqiyatning yangi tanglimisi degan nomdagi bir kitap. Bu yerdan endişe, tushkunlik ve o'ng'ishsizlikdan tiz asliga qaytish iqtidori degan bunu maqolani sizlarga tanlab, sizlarga o'qiyapman qadrli qarindoshlar. Qo'liqinglar maqolaning davomida bo'lsin. 3-chi, o'ng'ishsizlikqa bosh egmay tiz asliga qaytish iqtidori. Men 2006 ve 2007 yılı yazda yurtga 2 qatim berib nurg'un Uyg'ur yoshlar bilan uchrashdim. Bir qancha yildan buyon elxat orqali nurg'un Uyg'ur yoshlar bilan so'zlashdim. Mushu jarayonda hozir Uyg'ur diyorida Uyg'ur yoshlar uchun xizmat tepishning qiyinligi, ularni ro'yi jihatdan zo'r darajada zaxmlantirayotganligini, zo'r bir qism yoshlar o'qishga qiziqmay va o'rganishga tirishmay o'z vaqtini ro'yi tushkunlik ichida o'tkazayotganligini his qildim. Yaqinda qutbilik ukimiz o'tmishim, kelgusim ve kompüter degan yazmasada men kelgusini qandaq belgilayman, men yana nimalarni o'rganaman, men hozir kim, burun kim idim, kimning avlodi idim, bundan keyin kim bo'laman, kimning avlodi bo'laman, nokta deganga o'xshash. Yana nimalarni o'rganaman, kimlarga o'rgataman, qandaq o'rganaman, qandaq o'rgataman. Anam o'rgatgan, dadam o'rgatgan ashu isil xislatlarni qandaq qilib ajdoddan avlodga ulayman. Qandaq qilsam anamga, dadamga yuz kelaydigan bo'laman degan ahamiyatlik ve cho'nqur ma'nilik savollarni so'rabdi. Men bu savollarni ko'rib hamda Uyg'ur yoshlarining yuqoridagi ahvolini o'ylab o'z-o'zimdan men ular uchun nima ish qilib bera olayman deb so'rab yurgan kunlarning birisida, ya'ni 2008 yili 1-oyning 15-kuni bizning idora urlashtirgan yangi yilda muvaffaqiyatli bo'ling, inglizcha Thriving in the New Year, xato o'qisagan bo'lishim mumkin, degan temadagi 1 soatlik leksiyaga qatnashdim. Bu leksiya kishilarda bo'ladigan bir xil alohida iqtidor to'g'risida bo'lib, bundaq iqtidorga ega kishilar birer o'g'ilsizlikqa yoki birer kelishmaslikka uchraganda osonlikcha ruhiy tushkunlikka petib qolmaydi ekan. Uning aksicha ashunda kelishmaslikdan kelib chiqish ehtimolligi bo'lgan ruhiy zaxmidan o'ng'ishliq saqlanib, ruhiy holatini tez suratda o'ngshab, o'z ishlarini muvaffaqiyatli elib mağalaydı ekan. Bu iqtidor ingliz tilida resilience ve resiliency deb ataladi ekan. Ko'p asrlik tarixi ega bir konu mesele ustida muhokama yurgizadigan bu ilmning g'arb ellarida bir rasmiy fan bo'lib shakllanganiga texi aran 25 yil bo'pti. Amerikada bu fan to'g'risida yozilgan bir qancha kitob ve nurg'un ilmiy maqolalar bor ekan. Men bu fanni bir dars sifatida rasmiy o'qimadim. Bu fan to'g'risidagi kitoblardan birarini o'qib boqmadim. Faqat
Qutbilik hükümüzdek hazır ciddi ihtiyacı var yaşlarımızga biraz paydası tegadigan. Başka okurmenler için bir dastlabki tonuşturuş bulup kaladigan bir narsa tayyorlash uchun internetdan bir qism maqolalarni tepib o'qidim. Mening bu yerda yozdig'inim mushu fanning xulosa xarakteridagi umumiy uqumi bo'lib, men uni o'zimning tushunishi bo'yicha tarjima qilib va ratlab chiqdim. Men ingliz tilidagi materiallardan foydalanib bir narsa yozganda bir qism inglizcha so'zlarga muvofiq keladigan uyg'urcha so'zni tepishda ba'zida nihoyatda qiynalib ketaman. Masalan, resiliency degan fanda dunyoga eng tanilgan amerikalik doktor va professor Al Siebert efendining inglizcha The Survivor Personality deb atiladigan bir kitobi bor bo'lib, o kitap hozir jam'i 15 qatim besilibdi. Men internetda ko'rgan ba'zi uchurlarga asoslanganda bu kitap xanzuvchig'imi tarjima qilinibdi. Onun xanzuch tarjimasi Jungo, Tayvan yoki Shandongning birisidan cho'qim topqilib bo'ladi. İngilizceda survivor degan so'z har xil ma'noda ishlatiladi. Masalan, birer urushda o'lmay saq qolgan kishi survivor bo'ladi. Birer tabiiy ofatda o'lmay saq qolgan kishimi bir survivor bo'ldi. Hozirgi Uyg'ur diyorida butunlay tugishib ketmay, intayin kamchil xizmat fursatlari ishidan bir fursat tepib, g'oyat zo'r qiyinchilik ishidan bir xizmat tepib, normal yashab ketayotgan bir odammo bir survivor bo'ladi. Yuqorqi kitob mana mushu eng oxirida tilga ilingan survivorlar to'g'risida bo'lib, boshqa muvofiq so'z topolmaganligim uchun men yuqorqi kitobning ismini yangichining mijoz xarakteri deb tarjima qilsa bo'lamdikin deb o'yladim. Yuqorqidagi sabablar tufaylidan men yaqinga bir qancha yil ichida tayyorlagan yozmalarimda bir qism so'zlarning inglizchasini maqolamga kirgizib qo'ydim. Bundan keyin davomliq ashundoq qilaman. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyay sin darsleri 10-sida tushkunlikdan qutulish yo'llari degan maqolada mazmundagi maqola endişe, tushkunlik va o'ngsizlikdan tez asliga qaytish iqtidori degan maqolani birlikda o'rganyapmiz, jinim do'stlarim. Diqqatinglar tadbiriyay sin darslarida tushkunlikdan qutulishning yo'llarida bo'lsin. Endi gapni bu yangi fanga qaytirib kelay. İngilizce resilience degan so'zning ma'nosi nima? Onun inglizchadagi ma'nosi bugungi to'xtamay o'zgarib turadigan dunyoga eng moslasha oladigan kishilar, resil qila oladigan kishilardir. Talaysizlikka uchragan kishilarning ro'yi jihatdan tez asliga kelish iqtidori. Bir narsa egilgan, qisilgan yoki so'zilgandan keyin onun aslidagi shakliga tez qaytib keladigan iqtidori. Bir inson buzush xarakteridagi bir o'zgarishga yoki talaysizlikka yo'liqqanda o o'zini butunlay yo'qotib qo'ymay yoki o'z iqtidorini butunlay yo'qotgan yoki o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazadigan holatda ish olib bormay normal ruhiy holatiga tez qaytib kelish iqtidori. Mushunday ma'nolarga ega ekan qadrli qarindoshlar, resilience degan gap yulg'un to'r betidagi uyg'urcha inglizcha lug'at resilience degan so'zning ma'nosini mundaq bergan: elastiklik, tavranmaslik, so'zilishchanlik. Yuqorida tushuntirilgan alayli iqtidorni uyg'urcha nima deb bilish kerak? Bu savolga Uyg'ur diyoridagi tilshunos va jamiyatshunoslar javob bersin. Men bu maqolani yozishni qaror qilgandan keyin o'niga nima deb mavzu qo'yish to'g'risida ko'p o'ylandim. Ruhiy jihatdan tez asliga kelish uchun qanday qilish kerak? Tushkunlikdan unumli qutulib chiqish uchun qanday qilish kerak?
ve tushkunlikdan saqlanish uchun qanday qilish kerak degan kandidatlarni tizib, eng oxirida hozirgi temini tanladim. Demoqchimanki, men tuvanda o'ttirib qo'yilgan asosiy narsa ruhiy zaxmidan tez asliga kelish iqtidori, tushkunlikdan unumli qutulib chiqish iqtidori, tushkunlikdan saqlanish iqtidori, o'g'ilsizlikqa bosh egmay davomli olg'a intilish iqtidori deganlarning hammasiga mos keladigan bo'lib, o'qirmanlarning ashu bo'yicha tushunishini chin dilimdan umid qilaman. Siz ma'lum bir talaysizlik yoki o'ng'ursizlikqa uchragandan keyin qanchalik ruhiy tushkunlik, ruhiy azob va ruhiy zaxmiga uchraysiz. Bu sizning umumiy iqtidoringizga, bir voqeaga bo'lgan o'z ruhiy inkosingizni o'zingizning aniq holda qanchalik kontrol qila olishingizga bog'liq. Siz ma'lum bir eg'ir besimga ve buzuş xarakterlik o'zgarishga yo'liqqanda sizning pozitsiyongiz bilan odatiniz siz uchun ya bir to'solg'i paydo qiladi, ya bir yaxshiroq istiqbolga elib boradigan ko'rikni hozirlab beradi. Shu siz tuvanda o'ttirib qo'yadigan hukmlarni to'liq tushunsangiz hamda o'zingizda tuvanda tasvirlangan iqtidorlarni imkon qadar ko'proq yetildirsangiz, o'zingiz buningdan keyin yo'liqadigan yangi ahvollarni nihoyat unumli bir taraf qila olasiz. Ya'ni resiliency sizga o'zingizning ruhiy salomatligi bilan xushalligini saqlagan holda har qanday ahvoldan unumli foydalanish jihatda sizga nurg'un boshqalarda yo'q ortiqchiliklarni elib keladi. İnsanlarning tadrijiy o'rganish usulini mundaq 3 turga ayirish mumkin. Birinchi, balaning ota-onadan, o'quvchining o'qituvchidan va yangi boshlaganlarning bilimliklardan o'rganish usuli. Bu hozir eng keng qo'llanayotgan an'anaviy o'rganish usulidir. Ikkinchi, ilg'or shaxslarni o'lgi qilib turib o'rganish usuli. Uchinchi, o'z-o'ziga haydakchilik qilib ve öz-özünü başkurup durup ögünüş usulü. Resiliency iktidarını ögünüş için fakat 3. usulla paylanış gerek. Yani o iktidarlarını ögengili buludu. Lekin ögetkili bulmaydı. An'anaviy dersxona o'qitishida o'qituvchi bir darsni o'tadi. O'quvchi bu darsni o'rganadi. Ondan keyin o'quvchilar bir imtihon qatnashib özlerinin bu dersde qanchalik seviyede öğrengenlikini bahalaydı. Resiliency iktidarını yetildiriş bolsa bir mutakassis ve kesb ehli derecedeki öğreniş bulup bu öğrenişin tertibi yukarıkının del aksici buludu. Yani aldı bilen turmuş deb atıldıgan mektep sizden bir imtihan alıdı. Andın siz yeni bilim ve iktidarlarını öğrenisiz. Tüvende yazış asan bolsun üçün men bu alaydı iktidarlarını tevrenmez iktidarı deb alımen. 4. mavzu tevrenmez iktidarını yetildiriş usulü. Yukarı derecelik tevrenmez iktidarı iki kişilerinin işki karakteri üstüde nurgun yıl tahkikat elip veriş arkalık mutaxassislar bu xil kabiliyetinin kişilerde qandaq yetirildiganligi to'g'risida bir mukammal tushunchaga ega bo'ldi. Siz o'zingizda ashunda qobiliyat yetildirish uchun o'zingizdagi tuvandagi sifatlarni kuchaytiring. Birinchi, shoh va xushal-harom, kichik bolalardek hamma ishga qiziqadigan bo'lish. Ko'plab savol so'rash, har vaqt nima uchun degan savolga javob izlash, yangi taraqqiyotlar bilan uchrashish, kichik bolalarda o'z-o'zidan huzur elishni bilish, har qanday yerda huzurlanishni bilish, har xil ishlarga qiziqish, tajriba qilish, xatolik o'tkazish, yaradorlanish va kulish. Bu qatim qaysi taraflar o'xshamaydi? Buni qilsam nima bo'ladi? Savolimga kim javob bera oladi? Buni nimasi qiziqarli deganga o'xshash savollarni so'rab turish. Ikkinchi, öz sergüzeştlerinden yeni bilim egallab turish. Yeni yoki tasodifiy kechirmishlarni
tez suratda hazm qilish hamda shular orqali o'zini o'zgartish. Bu ishdagi tajriba savob nima? Men dastlabki ishoratlardan qaysilarini nazarga olmadim. Agar bu ish yana yuz berib qolsa, men cho'qim nima qilishim kerak degan savollarni so'rab turish. 3-chi, yangi vaziyatga tez moslashish, ro'y jihatda moslashgan bo'lish, bir-biriga qarama-qarshi mijoz xulq bilan chiqisha oladigan bo'lish, kuchlik ham mo'isbet, nozik ham chidamliq, logikalik ham hissiy tuyg'u bo'yicha ish qiladigan, intuitive, eg'ir besiq ham hissiyotchan, keskin ham xushal-xuram bo'lish. Bunda iqtidorga qancha boy bo'lsa shuncha yaxshi. Bir ishning salbiy tarafini o'ylab turib, ijobiy natija chiqara oladigan bo'lish. Bu ishni qilsam qandoq yomon oqibat kelib chiqadi? Ondaqda men nimalardan saqlanishim kerak deb so'rab turish. 4-chi, o'zining izzat hurmati, self esteem ni saqlash va o'z-o'ziga ishonish. O'z-o'ziga bo'lgan izzat hurmat yoki g'urur degan o'ziga bo'lgan hissiyatdan iborat. Bir o'ng'ishsizlik yuz berganda siz uningdan qanchalik narsa o'rganganligingizni ashu g'urur belgilaydi. G'urur sizning maqtash va madhiyni to'g'ri qabul qilishingizni kafolat qiladi. O sizni yomon so'z baholarning ziynini saqlab qoladi. Shundaqla sizni foydali tanqidni to'g'ri qabul qilishga elib boradi. O sizga men o'z-o'zimni yaxshi ko'raman, o'z-o'zimni qadrlayman va o'z-o'zimni suyman degan tuyg'ularni elib keladi. 5-chi, o'z-o'zingizga bo'lgan ishonch, o'z-o'zingizga bo'lgan hurmatingizdir. O sizning boshqalarning tasdiqi yoki kafolatiga saqlab turmayla tavakkulchilik qilishga, take risks undaydi. Sizda burun qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar bo'lganlik uchun yangi ahvollarni yaxshi bir taraf qila olmayman deb o'ylay olasiz. Mening ishonchlik ortiqchiliklarim degandek. 6-chi, boshqalar bilan yaxshi do'stlik va bir-biriga kuyunadigan munosabat o'rnatish. Ba'zi tadqiqot natijalarining isbotlashicha, bir xil zararlik muhitda ishlaydigan kishilarmi agar ularning nihoyatda kuyimchan oilasi bo'lsa va birga ishlaydiganlar bilan bo'lgan do'stligi yaxshi bo'lsa, ular ruhiy besimga yaxshiroq bardoshlik bera oladi ekan, hamda ozroq kasal bo'ladi ekan. Yolg'izchilik ishida yashaydigan kishilar ruhiy besimga osonlikcha bardoshlik bera olmaydi. Do'stlari va oilasidagilar bilan ko'p paranglashish qiyinchilikning ruhiy ta'sirini ojizlashtiradi. Hamda o'z qimmati va o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Uyg'urlar boshqalar bilan ko'p aralashadigan, mehmondo'st, naqsh usul, muzika va paranglashni yaxshi ko'radigan bir millat bo'lib, bu jihatda boshqa nurg'un millatlardan xili ustun turdi. 7-chi, o'z ko'nglidagi ishlarni boshqalarga samimiy holda ifodalash. G'azab, muhabbat, yaxshi ko'rmaslik, minnatdorlik bo'lish va qattiq ichinish qatorliq insoniy hissiyotlarning hammasini o'z beshidan o'tkazish va ularni boshqalarga samimiylik bilan ham shu peticha ifodalash. Shunda qilsa, eng foydali bo'lganligini his qilganda o'z hissiyotini besib olishga qodir bo'lish. 8-chi, bu ishlarni o'tib ketadi degan umidda bo'lish. Odamning ichki dunyosidagi qimmat va o'lcham yetakchiligidagi hamma ishlarni yaxshi tarafga tortib o'ylay oladigan optimizm iqtidori bo'lish. Qorong'u va tushuniksiz ishlarga nisbatan yuqori darajadagi savrichanligi bo'lish. Xizmat tushuntirilishi bo'lmasa-mo o'z ishini tep qila oladigan bo'lish. Kasb ahliligi jihatda boshqalarga bir yaxshi ulgu bo'lish. Hamma ishlarni yurishtira oladigan va hamma odamlarni yarashtira oladigan. Synergistic debdim. Ta'sirga ega bo'lish. Krizis va qalaymaqonchilikka nisbatan muqimlik elib keladigan bo'lish. Bu ishni qanday bir taraf qilsam, uning oqibati hammalar uchun yaxshi bo'lib chiqadi deb so'rash.
9. Özünü başkalarının ornuğa koyup oylaş. İşlarga muamele kılışta başkalarının o işler doğrusunda kandak oylaydiganligini tushunishga tirishish. To'qinish bo'lganda cho'qim qutib chiqish pozitsiyasida bo'lish. Bu ishga qarata boshqalar qandoq o'ylaydi va qandoq hissiyatda bo'ladi. Men ularning o'rnida bo'lsam qandoq qilatdim? Men ularga nisbatan qandoq tuyulaman? Ularning hissiyati, so'zi va harakatining qaysilari o'rinliq degan savollarni so'rab turish. 10. Ko'ngildagi to'g'ri tuyg'uga ergishish. Use intuition debdi. Foydali uchurlarni qabul qilish. Bedeni menga nima deyotdi? Haliqi kunduzda ko'rgan tushimning bilar ahamiyati bormi? Boshqalar menga degan so'zga men nima uchun ishonmayman? Agar men bu ishni qilsam nima bo'ladi degan savollarni so'rash. 11. O'zini obdan qo'g'dash. Hujumdan saqlanish va hujumni to'sish hamda qaytirib zarba berish. Boshqalar o'ziga elib kelmoqchi bo'lgan foydasiz ishlarni, o'yinlarni va boshqalarning o'zidan foydalanmoqchi bo'layotganlikni to'nib yetarlaydigan va uningdan o'zini qochira oladigan bo'lish. O'ziga do'st, yordam va foydalanish manbalari tepish. 12. Bir ishni qo'g'lashish jarayonida yana bir ishga erisha oladigan talantga ega bo'lish. Turmush deb atiladigan maktabda o'rgangan bilimlar boshqalarning qurboniga aylanib qolishning oldini oladigan eng yaxshi quroldir. U bilimlar boshqalar uchun ruhiy jihatdagi zaharga o'xshash bir ahvolni o'zi uchun ruhiy uzuq bo'la oladigan bir narsaga aylantirib beradi. Ashundaq bilimga ega kishilar nachar sezgishlardan yaxshi tajriba saboqlarga erishgan bo'lg'achqa boshqalar uchun kuchlik ruhiy besim bo'lib tuyulgan ahvollar ichidami o'z ishlarini yanada yaxshi yurishtirib ketalaydi. Ular betalaylikni bir yaxshi ta'liliga aylantira oladi hamda nachar ahvol ichidan yangi kuch quvvatga erishalaydi. 13. Odatdan tashqari ruhiy sog'lomlikning bir ifodasi bir odam o'zi yo'liqqan bir nachar ahvol ustida to'xtalganda men buningdan keyin mushundaq ahvolni hargizmi o'z ixtiyorligim bilan qayta sodir qilmayman. Lekin bu qatim yuz bergan ahvol mening hozirgacha bo'lgan umrimda o'z beshimdan o'tkazgan eng yaxshi ishlarning birisi bo'ldi deb o'ylash. O'z-o'zidan qanday qilsam bu ahvolni o'zimga foydali ahvolga o'zgartira olayman? Bu ish yuz berganligining yaxshi tarafi nima? Bu ishdan menga kelgan sovg'a nima deb so'rash. 14. Yilmi-yil yaxshilik qarab menish. Turmushdagi raqobat iqtidorini, o'g'ursizlikqa tan bermaslik mijozini, chidamlikni, sho'x va xushalxuramlikni va ruhiy erkinlikni yilmi-yil kuchaytirib menish. Turmushning huzurlanış darajasini yilmi-yil o'stirib menish. 5. Tavranmas iqtidori ustida bir sinoq. Qadrli qarindoshlarim, tadbiriyay sin darslari 10. Facebook darsimizda tushkunlikdan qutulish yo'llari degan mazmundagi Erkin Sidiq akamizningki Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar 1-qism muvaffaqiyatning yangi tanlamasi degan kitobning 54-betidan o'qiyotimiz. Qadrli qarindoshlar, andisha, tushkunlik va o'ng'ussizlikdan tez asliga qaytish iqtidori degan maqola. Beşinci, tavranmas iqtidori ustida bir sinoq. Men idoramizda qatnashgan tavranmas iqtidori to'g'risidagi 1 soatlik leksiya jarayonida o'qituvchi bu leksiyaga qatnashganlarning hammasidan bir sinoq oldi. Biz bu sinoqda tuvandagi 20 jihatda o'z-o'zimizga numar qo'yib, oxirida o'z numarimizni qo'shib chiqdik. Har bir iqtidori qo'yilgan numarining doirasi 1dan 5 gacha bo'lib, agar sizning ma'lum bir iqtidoringiz intayin yaxshi bo'lsa, siz uningga 5 numar berar ekansiz. Agar sizning ma'lum bir iqtidoringiz intayin nachar bo'lsa,
siz onunğa bir numar berdikensiz. İntayin yaxşımı emas, intayin nacharmı emaslariga 2 bilan 4ning oralig'idagi bir numarni berdikensiz. Eng oxirida o'zingizning hamma numarini qo'shib chiqadi ekansiz. O'qituvchining aytishicha, agar sizning jam'iy numaringiz 85 dan yuqori bo'lsa, sizning tavranmas iqtidoringiz intayin kuchli ekanligidan derak berdi ekan. Agar sizning numaringiz 45 dan tuvan bo'lsa, sizning bu iqtidoringiz bek ojiz ekanligidan derak berdi ekan. Men bu sınaqda a'lo numar aldım. Agar xohlasangiz, sizmi tuvandagi sınaq bo'yicha o'zingizni baholab, o'zingizga numar qo'yib bakın. Shunday qilsangiz, siz o'zingizning qaysi jihati kuchli, qaysi jihatlarda ojizligingizni ko'rib ola olasiz. Shu orqali o'zingiz uchun buningdan keyingi tirishish nishonini tepib chiqa olasiz. Tuvanda biz bu iqtidorlarning tizimlikini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Birinchi, biror krizis yoki jiddiy ahvol yuz berganda men o'zimni besib olib, o'z zehnimni bu ahvolni muvofiq bartaraf qilishga markazlashtira olmayman. Ikkinchi, men odatda hamma ishning yaxshi tarafini o'ylayman. Duch kelgan qiyinchilik bir vaqtlik hodisa deb o'ylayman. Hamda o qiyinchilikni yengib ketalaydiganligimga ishonaman. Uchinchi, men yuqori darajadagi mujmallikimni chidab tura olmayman. To'rtinchi, men yangi ahvollarga tez moslasha olmayman hamda qiyin ahvol ishidan tez aslimga qayta olmayman. Beshinchi, men sho'x va xushal xuram yashayman. Qiyin ahvollar ishidimi o'zimga xushallik topa olmayman hamda o'zim qilgan ishga özüm küle alayman. 6. Men bir mag'lubiyatga va bir peshkanlikka duch kelganda ruhiy jihatdan o'z aslimga kelalayman. Mening sirdosh do'stlarim bor. Men ko'nglimdagi so'zlarni boshqalarga ayta olmayman hamda ulardan yordam so'ray olmayman. Men xafa bo'lib qolsam va biror o'ngsizlik tufaylidan tushkunlashib qolsam, mening undaq ruhiy holatim ancha uzunga davomlashmaydi. 7. Men o'zimga ishonaman. O'zimni qadrlayman. Hamda o'zimning kim ekanligi to'g'risida bir sog'lom tushuncham bor. 8. Men hamma ishlarga qiziqaman. Hamda davomli boshqalardan savol so'rayman. Har bir narsaning qanday ishlaydiganligini bilib olishga qiziqaman. Bir ishni qilishning yangi usulini sinab boqishni yaxshi ko'raman. 9. Men o'z beshimdan o'tgan va boshqalarning beshidan o'tkazgan ishlardan qimmatli tajriba savodlarga erishib turaman. 10. Men har xil masalalarni hal qilishga mohir, logikalik fikr qilish, ijodkorlik bilan ish qilish yoki burun isbotlangan choradan foydalanish, use practical common sense ga mohir. 11. Men ishlarni yurishtirishga mohir. Boshqalar davomli mendan biror guruhga, kishilarga va bir projektga yetakchilik qilishni talab qilib turdi. 12. Men nayta maslashacağım. Men o'zimning g'alati murakkabligi bilan chiqisha olmayman. Men ba'zida umid bor, ba'zida umidsiz bo'laman. Ba'zida boshqalarga oson ishonaman, ba'zida boshqalardan ehtiyot qilaman. Ba'zida shaxsiyatchilik qilaman, ba'zida undaq emas. 13. Men har vaqt o'zimga xos yashayman. Lekin o'xshamagan ahvolda men o'zgaraman. 14. Men yozma xizmat talabi yo'q holda ishlashni yaxshi ko'raman. Men bir ishni o'zim eng yaxshi deb tanlagan usul bilan qilsam, yaxshiroq unumga erishaman. 15. Men boshqalarni yaxshi tushuna olmayman. Hamda o'zimning hissiy tuyg'usiga ishonaman. 16. Men bir yaxshi tingshuvchi. Menda boshqalarning ahvolining tagiga yeta oladigan qobiliyat, empathy skills bor. 17. Men boshqalarga baho berishga amroq emas, hamda boshqalarning har xil mijoz xarakteriga oson moslashaman.
18. Men nayt chidamliq. Qiyin ahvolga yaxshi bardoshlik beraman. Men ham boshqalar bilan yaxshi hamkorlashib ishlay olmayman, ham bir mustaqil ruh va mustaqil xislat saqlayman. 19. Men qiyin ahvollarning tovlishi bilan texmo qobiliyatli va texmo yaxshi bo'lgan. 20. Men yomon ishlarni yaxshi ishga aylantirib boqqan hamda yomon sarguzashtlardan foydali narsalarga erishib boqqan. Qadrli qarindoshlar, bu 20 savolga tavramaslik iqtidori ustidagi bir sinoq ekan. O'zingizga nomer qo'ydi ekansizlar. Birdan 5gacha bo'lgan nomerni buni yuqorida so'zlab o'tdik. Bu qismni qayta tinglab beqishinglarni umid qilaman. Bu mazmun Erkin Sidiq akamizningki kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar birinchi qism muvaffaqiyatning yangi tanlamasi tadbir nashriyot tarafidan nashr qilgan kitobningki 68 bet, 69, 70 betlarda bor qadrli qarindoshlar. Endi Erkin Sidiq akamizningki oxirgi so'ziga keldik jinim do'stlarim. Ders biraz uzun bo'lib qoldi. Şunlaşqa sabringlarni tilayman. 6-cı oxirgi so'z. Saqlangan bir masalani hal qilish uchun oldi bilan o masalaning nima ekanligini hamda o masalani keltirib chiqargan sabablarning nima ekanligini to'g'ri tushunib yetish kerak. Men yuqorida Uyg'urlarda hozir saqlanayotgan ensirash va tushkunlik ruhiy holati va ularni keltirib chiqargan sabablar to'g'risidagi o'z farzimni o'ttirib qo'yib o'tdim. Uğursuzluqi tiz bükmey, davamlıq algı intilish ruhi bilan munosabatlik bo'lgan tavranma iqtidori to'g'risidagi hozirgi zaman tavranmaslik iqtidori to'g'risidagi hozirgi zaman yangi ilmidan bir nima qisqacha tunishtirib o'tdim. Mening shunday qilishga maqsadim hozir men qanday qilaman, biz qanday qilamiz degan savollarni so'rayotgan qarindoshlarning o'z savollariga muvaffaq javob tepib olishiga bir az yordamda bo'lishdir. Mening har bir kishiga beradigan taklifim, siz yuqori tunishtirilgan yangi ilm asosida o'zingizning hozirgi kishilik mijozi va ruhiy masalalarni bartaraf qilish iqtidorini bir baholab ko'rib, inglizcha resilience, resilience mi ya bu? Resilience ki men xato o'qibdim va resilience deb atilgan bu iqtidordagi kam o'rinlarni to'ldirishga tirishing. Hergiz Uyg'urlardagi masalalarni keltirib chiqarayotganlarning birisi bo'lib qolmang. Uning aksicha Uyg'urlardagi masalalarni azaytayotgan yoki hal qilayotganlarning birisi bo'lishga tirishing. Yaqinda bir qarindoshimiz mushu to'rbetida o'zining Urumchidagi bir oliy maktab o'quvchisi sinfda dars so'zlaganda o'z farzandining tili butunlay xavfsiz chiqqanlikdan faxrlanib ketganligini tilga oldi. Amerikada bizning bir ayol tuqunimiz bor. Ularning bir 4 yoshli qizi va bir 2 yoshli o'g'li bor. Ular bolalarining tilini Uyg'ur chiqish uchun uyiga simliq televiziya o'rnatmay, bolalarga Uyg'ur diyoridan Uyg'urcha VCD'larni elib kelib qo'yib berib, hamda boshqalar bilan birlashib bolalarga Uyg'ur tilidan dars berib tarbiyaladi. Natijada ularning tili butunlay Uyg'urcha chiqdi. Uyg'urcha tili chiqqandimi xili chiroyli va xili to'liq chiqdi. Biz bu ikki boladan intayin suyunimiz. Ularning ota-onasidan intayin faxrlanamiz. Siz Uyg'ur diyorida yashab turib, bolangizning tili ozroqmi Uyg'urcha chiqmasa, siz onunla faxrlanamsiz. Siz kim o? Men bu yerde bununla başka nima deyishimni bilinmay qoldim. Ahirda mening hamma to'rdoshlarim mundaq bir umidim bor. U bo'lsa-mu, men tahlil yurgizgan masalalar ustida yolg'iz men o'zimni emas, imkon qadar Uyg'ur diyori va chet eldagi qarindoshlarning ko'proqi menga qo'shilib birlikda izlanish.
men Uyg'ur diyaridan ayrılgılı bek uzun bo'lib ketgan bo'lg'achqa, u yerdagi ahvolni to'liq va haqiqiy yo'sinda tushunishda vatandagilardan jiq ojizlik qilaman. Shunlashqa men tayyorlagan ushbu yozma hamda men buningdan keyin tayyorlaydigan yozmalarning hammasiga o'qirmanlar o'zi biladigan va his qilgan narsalarini qo'shimcha qilsa, shu orqali bu temalarni yanada beysaq. Vatan ichi va sirtidagi o't yurak qarindoshlarning bu ko'nglimni yerda qo'ymasligini samimiylik bilan so'rayman. Rahmat. Qadrli qarindoshlarim, endişe, tushkunlik va o'ngsizlikdan tez asliga qaytish iqtidori degan bu maqola vatandagi har xil to'rbetlarda 2008 yili 2 ayning 15 kun e'lon qilingan. Qadrli qarindoshlar, bugun 2017 yili 8 ayning 29 mi 30 mi degan 30 kuni to'g'ri. Buni biz qaytib o'qib turibdik bu yerda. Shunlashqa bularninki bu maqolalarninki hozirmi yana buningdan keyin o'yna texnomi bizga ma'lum bir masalalarni hal qilishimizda bizga yordamda bo'lganligini tunib. Shunlashqa bugun bu maqolani mishari sizlar bilan o'qib foydalandim qadrli qarindoshlar. Balkim vaqt biroz uzrab ketdi. Shunda bo'lsa-mu birinchisiga tülgen bu maqolani o'qiganmidim. Onun uchun qaytadan bugun o'qishga to'g'ri keldi. İkincisiga bugun yangi bir mikrofon aldım qadrli qarindoshlar, bunga o'xshash. Buningdan texim yaxshi foydalanay deb dersning ovoz, ya'ni sifati texim yaxshi bo'lsin deb bularni bu maqolani nihoyat hissiyat bilan shundoq yaxshi o'qidim deb bilma. Meningki hamda bu iqtidorim mushunchalik qadrli qarindoshlar. Bu iqtidormi qilgan siri bu ishni qilgan sirim teximibek o'sishi mumkin. Onun ustiga ismakninki kursdimi radio programchiligi degan kursdimi o'qidik. Bir qancha oy alhamdulillah yerdan biroz binaslarni o'rgandik. Ammo aslihalarimiz to'liq emas. Faqat aslihalar emas, bizniki o'zimizdagi iqtidorda bu masala bor. Buni yetildirishimiz kerak. Har bir ishninki o'ziga tushliq bir qoidalari bor, prinsiplari bor. Shularni to'liq ijro qilishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Shunlashqa bu tushkunlik buningdan keyin texmo chet eldagi Uyg'urlarda texmo cho'ng shaklda balkim ko'rinishi mumkin. Vatandagilarmi shundan, vatandagilarga biz amal qilolmaymiz hozir. Ammo chet eldagilarimiz o'zimizni qo'g'dab qilishimiz kerak. Tushkunlikdan qutulishimiz kerak. Bir amal bilan eng yaxshi, eng to'g'ri bo'lgan tushkunlikdan qutulish yo'llarini tepib bir-birimizga tavsiya qilishimiz, o'zimizni qo'g'dab qolmay, boshqalar bilan bu usullarni o'rtoqlashishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Shunlashqa bunu yazgan Erkin Sidiq akimizden, bu tirishchanligidan intayin suyunimiz. Ondan başqa yazıvatqanlar var, mesela Abduveli Ayıp yazıvatıdı. Bugün Aziz İsa Elkün akimizningki javobsiz qolgan telefon degan maqolasini o'qib, ajoyib bir xil ko'nglim yerim bo'ldi. Onun oldida Arakan'da, Rohinga'da 3000 ga yaqin Müslüman qarindishimizningki Budistlar yoki hukumat armiyasi tarafidan, davlat armiyasi tarafidan qatl qilinganligini angladik. Texmi ko'nglim yerim bo'ldi. Onun ustiga bayram, qurboniyat yaqinlashyapti. Bu vaqtda yana ko'nglimiz boshqalarga qarab texmi yerim bo'lishi tabiiy qadrli qarindoshlar. Ammo bulardan qutulishimiz kerak. Ya'ni bu tushkunlik, agar bu ko'ngil yerim bo'lishlar to'plashib bizni oldimizni ko'rmaydigan, kelgusiga umid var, baqolmaydigan, qaramaydigan mushunday holatga olib qo'ysa, del Xitoyninki, del bizning dushmanlarimizningki bizni talab qilgan, o'sha qilgan narsalarning hammasi agar bizni yo'qotishni xohlasa,
bir minutning, bir sekundning ichida yo'qotalaydigan atom bombalari va har xil binaslari va. Ammo ular unda qilish emas, bizning umidimizni yo'qotishni. Umidimiz yo'qolsa, qadrli qarindoshlar, bizning nima ahamiyatimiz? Biz bir go'shga o'xshaymiz. Biz go'sh xalchiga o'xshab qolamiz, qadrli qarindoshlar. Şu Allah Subhanahu Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de kaderli kerimdaşlar Elhamdu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İhdine sıratel mustakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan oyatni, sura Fatihani Qur'oni Kerimning birinchi surasi qilishiga, her namazda bizga aşı oyatni tushungan holat, aşı suralarni oyatma oyat tushungan holatda o'qib Allohdan tilashimizga ümit bizni yoritibla qo'ymasdan, bizni yana tushkunlikdan qutulish uchun shaytonning vasvasasidan, adimi shayton iblislarninki her xil tuzoqlaridan bizni tushkunlikka opiradigan her xil narsalardan yiroq turishni, faqatla Allohga sig'inishni, boshqa bir insondan, bir davlatdan yoki bir mamlakatdan yoki bir millatdan emas, Allah Subhanahu Teala'dan kütüşdü ve Allah'ın diyen neslerini yeriga keltirishdi. Bunu tilaydi. Şu Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer duayınlar bo'lmasa sizlarning nima qimmatinglar bor degan ayet, şu ma'nolik ayet bor. Peygamber Aleyhisselam degan deylik, ey Nabi, senden men to'g'riliq so'rasa degin ki men ularning shoh tomiridanmi yaqin, giren tomiridanmi yaqinman deydi. Bunundanmi yaqin qadrli qarindoshlar, buni bunday kessak birdanmi jinimiz chiqdi. Bunundanmi yaqin bo'lgan, ya'ni Allah Subhanahu Teala'ning o'niga her xil narsalarni, her xil davlatlarni, her xil kishilarni, her xil narsalarni shirk qilib, vasila qilib, uni o'rtaga so'qishning hojati yo'q. Shunlash qadrli qarindoshlar, biz Allohga sig'inaylik. Tushkunlikdan qutulishning yo'llarini Qur'ondan o'rganaylik, boshqa kitoblardan, boshqa yozmalardan foydalanaylik qadrli qarindoshlar. Ana o'sha bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Bu bugungi heytliqimninki ma'nosi bilan elhamdülillah biraz sho'xroq so'zlab qoldim. Bundan keyin texmi keyiflik, texmi xushal timen holatda, o'zimizni besib olgan holatda yaxshi darslar bo'lsa, yaxshi maqolalar bo'lsa, o'rtoqlashishni xohlayman qadrli qarindoshlar. Bu tushkunlikdan qutulishning yo'llarini boshqalar bilan paylaşib qo'yishinglarni ve o'zinglarning bu kitobni setib olib o'qamsizlar, to'rdan tushiramsizlar yoki bu darsni bir anglab boqamsizlar qadrli qarindoshlar. Qaytadan anglab chiqib, biz o'zimizga manfaat bo'ladigan, ruhimizni ko'taradigan bir narsa bo'lishini tilayman. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Tadbirya sizin darslariningki 11-sida ko'rishaylik. Bugun nimishga xushal desanglar, yana bir ish bor qadrli qarindoshlar. O'sha islom tarixi degan darsimiz 26-darsida bugün tamam bo'ldi. Bu kitap bu kitobdan bizga sovg'a qilgan Teklemekan Uyg'ur nashriyotini qo'ygan Abdul Turan akamizdanmi, ash kitobni yozgan 3 professor doktordanmi, tercüme qilgan, buning ro'yobga chiqishiga iqtisodiyotning yordam bergan ve kitobxonlarda setayotgan ve elib o'qigan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. 26 darsda islom tarixini degan kitobni sizlar bilan paylaştım. O ders bugün tugudi. İnşallah başka bir yeni kitaplarını başlayımız. Ben de muşunçilik Allah'ın özgü amanet bulunlar, köprek dua qilib qo'yinglar qadrli qarindoshlar.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.